Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Bugun 2025-yilning 22 may kuni Kadastr agentligining markaziy apparatini Yer va kadastr nazorati boshqarmasi boshliq o'rinbosari lavozimiga nomzod bilan ko'rib chiqamiz. Shuningdek, Yer va kadastr nazorati boshqarmasi kadastr nazorati bo'lim boshlig'iga lavozimiga nomzodlar ko'rib chiqiladi. Yer va kadastr nazorati boshqarmasi boshliq o'rinbosari lavozimiga Kadis Sarvar Saidakbarovich nomzodini tavsiya etilgan. Kadis Sarvar Saidakbarovich 1982 yil 17 oktyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetini yer tuzish va yer kadastri yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda Yer va kadastr nazorati boshqarmasi kadastr nazorati bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda. Marhamat, savollarga tayyor bo'lsangiz, berilgan savollarga javob berishni so'raymiz. Berilgan savollar. Davlat yer va kadastr nazoratini oshirish tartibi to'g'risidagi nizom. Vazirlar Mahkamasining takson sonli qaroriga tasdiqlangan. Shu nizom bilan belgilangan. Yer va kadastr nazoratini amalga oshirish maxsus vakolatli davlat organining asosiy vazifa va funksiyalari. O'ziga yuklatilgan, ya'ni yer kodeksida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 166.1 moddasiga asosan ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqadi. Alohida 6 moddani yer qonunchiligi bilan bog'liq va o'sha kadastr nazorati yo'nalishida 68.1 va o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazilmasdi. Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirishda ularga yuklatilgan asosiy vazifalar: yer muvofiq funksiyalar. Davlat yer nazoratini amalga oshiradi. O'sha yer maydonlaridan maqsadli foydalanish, yerga oid huquqbuzarliklarni tegishli choralar ko'rish, o'sha o'rnatilgan tartibda prokuratura organlariga material chiqarish, jinoyat alomatlari aniqlangan taqdirda noqonuniy qurilmalar o'z boshimchalik bilan qurilganda qurilish bilan foydalanishda qanaqa malaka bo'linadi? Ma'muriy kodeksda boshimchalik bilan egallab olib noqonuniy qurilma qilinganda o'sha ma'muriy kodeksda 60-moddasi 3-qismi bilan malakalanadi. foydalanuvchilarga nisbatan qanaqa qilinadi? O'z boshimchalik bilan. Shu moddaning 2-qismi bu. Anchamiz bizlar tajribaga ko'ra masalalarga ko'ra Komissiya a'zolarining savollari ham. kadastr nazorati Kadastr nazorati deganda mana asosiy bugungi kunda shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar mumkin bo'lgan huquq o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazilmaslik holati bo'yicha nazorat yo'nalishi bor. Bundan tashqari o'sha kadastr hujjatlarining rasmiylashtirilishi, o'sha tartiblarga amal qilinayotganligi holatlari bu ham kiradi. Savol yo'q bizda. savol yo'q.
Komissiyalarda savollar bo'lmasa agar, shuni qo'llaymiz. Sarvar aka, komissiya so'rab bergan savollarga e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. E'tirozlar bo'lmasa, sizni suhbatga aylanib so'raymiz. Natijasi yuzasidan Argos platformasi orqali javob beramiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi nomzodimiz Zoom orqali ulanadi. G'uzor tumanidan Muzaffar Samandar. Samandar aka, ovoz eshityaptimi? Assalomu alaykum. Ha, hop chiqyapti. Ekranga olaman. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'taman. Keyingi nomzodimiz yo'q. Muzaffar aka, o'tib qolmadimi? Eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Keyingi nomzod tanishtirib o'taman. Muzaffarov Samandar Saidovli 1994-yil 19-dekabrda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida tavallud topgan. 2009-yilda Toshkent davlat texnika universitetini geodeziya, kartografiya va kadastr yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Bugungi kunda kadastr agentligi Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani bosh inspektor lavozimida ishlab kelmoqda. Marhamat, berilgan savollarga javob berishingiz mumkin. Platforma orqali. Savollar ko'rinyaptimi sizga? Ko'rinyaptimi savollar? Ha, telefonda kiryapti, kichkina ko'rinyapti. Kichkina ko'rinayotgan bo'lsa, siz berilgan savollarga tayyor emas, shunaqami? Bo'lmasa savol javob qismiga o'tamiz. Marhamat, Yo'q, ochdim. boshladi. Ha, Bizim ochdim, bo'ldi. suhbat jarayonidan xabaringiz bor ekan. Kompyuterdan foydalansangiz bo'lmaydimi? Bo'ldi, tayyorman. Savollarga javob. Ha, shu yozilgan savollarga javob aytaymi? Ixtiyor, agar savollarga tayyor bo'lmasangiz, komissiya a'zolari tomonidan savollar beriladi. Marhamat, savol berishlaringiz mumkin. Birinchi savol. Birinchi savol. Yer va kadastr nazoratini tushunchasi. Yer nazorati nima, kadastr nazorati nima, farqi nima? Yer nazorati yer qonun buzilishlarini yo'l oldini olish bo'yicha kadastr yuritish qoidalarini oldini olish. Huquqbuzarliklarni. Ya, umumiy tushuncha tushunarli. Nomidan ham aniq. Ichini tushuntirib bering. Kadastr nazorati deganda nimani tushunasiz? Nima degani kadastr nazorati? Qaysi nazorat? Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda noqonuniy nima qilishga yo'l qo'ymaslikda. Nima qilmasligi? Kadastr yuritish qoidalari. Qara qo'ydilar. Eshitmadim. Qanaqa qoidalar? Ana
Qanaqa qoidalar deysizmi? Qotib qolyapti-da. Sizlar tomonidan qotib qolyapti, yo men tomonidan qotyaptimi? Biz tomonimizdan Qanaqa qo'tyapti. qoidalar deyapti? Qanaqa qoidalar? Wi-Fi. Qanaqa huquqbuzarliklar deysizmi? Qoida. Aytdingiz, qoidalarga o'sha rioya qilmas Wi-Fi ishlamayapti. qoidalar nazarda tuting. Siz ishxonadami? Ha. Kompyuterdan kiring. Zoomga. Kadrlar xonasidan borib kiring. Qotib qolyapti. Voy, bitta oldi. Zoomga qayta kiraymi? Kompyuterdan kiring. O'sha Aloqa vaqt ketadi kompyuterdan kirishga. aloqa yaxshi bo'lmagani uchun siz bilan Zoom'ni tugatamiz. Agar kompyuterdan svязь yaxshi bo'lgan joydan kirmasangiz agar siz bilan suhbat qayta o'tkazmaymiz. Yo, oz eshitilyapti hozir. Ovozingiz Yana yaxshi qotib qolyapti-da. kiringsiz. Siz bilan suhbat bosqichini tugatamiz hozir. Yaxshi joydan ulaning. Salomat bo'ling. Xo'p. Gaplar eshityapti. O'zman keyingi nozor chaqiraman. Savol Stop bosgan. savol so'raganda eshitmayapti. Shu bilan suhbatlashamiz hozir. Yo'q, turadi. Zarsh ketyapti. Menga nomzod tanishtirib o'taman. Yer va kadastr nazorati boshqarmasi boshlig'i, Yer va kadastr nazorati boshqarmasi kadastr nazorati bo'lim boshlig'i lavozimiga Tahirov Bekzod Amanbayevich nomzodini tavsiya etgan. 1992 yil 12-iyunda Xorazm viloyati Shovot tumanida tavallud topgan. 2020-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetini yer tuzish va yer kadastri yo'nalishi tamomlagan. Bugungi kunda kadastr agentligi Toshkent shahar boshqarmasi Yangi hayot tuman bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda. Marhamat, berilgan savollarga javob berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yanada bir savol davlat yer kadastr nazorati amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom. Bu nizom Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14-aprildagi 8-sonli qarori bilan davlat yer va kadastr nazoratini tartibga solish to'g'risidagi nizomga asosan amalga oshirib kelinadi. Savol davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish uchun maxsus vakolatli davlat organi asosiy vazifa va funksiyalari. Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshiruvchi maxsus davlat organlarining asosiy funksiyalari bu kishi yerga bo'lgan qonun buzish holatlarini aniqlash, ularga nisbatan o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan belgilangan tartibda jarimaga tortish va yer nazoratini qonun buzishni tartibga solishdan iborat. Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirishda o'zlariga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq funksiyalari. Boshqarma pensiyasi. Funksiya bu. Yo'ningki inspektorga o'zlari yuklanganda. O'sha O'zlari yuklangan funksiya. Tepadagi o'zlariga yuklangan funksiya bu inspektorlar, ya'ni o'sha yer buzish, qonun buzish holatlarini aniqlash, yer nazorati tadbirlarini o'tkazish, o'sha vakolatli organlar tomonidan kelib tushgan murojaatlarga asosan yer nazoratlarini o'tkazish.
davlat kadastr nazorat tadbirining ishtirokchilari ularning huquqlari va majburiyatlari. Ya'ni huquqlari o'sha belgilangan tartibda jarimalarni undirish va majburiyatlari bu yerga oid qonun buzish holati bo'yicha rejallangan yerni davlat zaxirasiga qaytarish iborat. Kimda majburiyat? Buni funksiya vazifamizdir kadastr agentligi. Huquqi jarima undirish. Aytyapsiz, huquqi jarima undirish deyapsiz, bartaraf etish majburiyatimiz deyapsiz. ishtirokchilarning huquq va majburiyati. Kimniki dedi? Bizlarniki. Menga ayting. Ishtirokchilar kim? Ular Biz majburiyati. umuman yer nazorati, kadastr nazorati ishtirokchilari. Kim ishtirokchisi? ishtirokchisi o'sha vakolatli organ. Yana kim o'sha vakolatli organ degansiz? Vakolatli organ degani maxsus vakolatli organ kadastr agentligi bu. Yana kim? Shu davlat yer nazoratchilari. Yana kim? O'zlari sodir etgan subyekt ishtirokchi bo'lmaydimi? Bo'ladi. O'sha bo'ladi. Bu buzadi. Savol to'g'ri qo'yilgan. Subyekt huquq bilan majburiyati nimadan iborat? Yer nazorati, kadastr nazorati inspektorining huquq bilan majburiyatini. Ikki tarafdan huquq majburiyati so'raganda, fuqaroning ishtirokchilar mana shu huquqni. O'sha bu yer nazorati inspektorlarining majburiyatlari bu belgilangan tartibda shu yerga qonun buzish holatini jarima qilish va buni davlat yerini zaxiraga qaytarish agar egallagan bo'lsa. Huquq nimadan iborat? Huquqi shu Hop, o'zalik sodir etgan shaxsda majburiyati nimadan iborat? Huquq nimadan iborat? Nima huquqi bor, nima majburiyati bor? ya'ni qonun buzish shaxsida endi Shunaqa. qonun buzish shaxsni majburiyati belgilangan tartibda aniq qilish bayonnomaga tushuntiriladi shu tarzda. Tushuntiriladi. Yo'qonaga modda bor, moddaning faloncha moddasi bilan tanishtirdim deydi. Siz mana bunaqa huquqingiz bor deydi. Ana shunisi. Mana bunaqa majburiyatingiz bor deydi. Har kun duch kelayotgan narsalar sizda. Protokol yozilganda intervyuga qo'yiladigan narsa shu. Nima o'zi bu o'sha? Ichini surib. Bunda o'sha ya'ni fuqaro agar yer nazorati inspektoridan norozi bo'lsa, tushunish berish Majburiyat yozma ko'rsatmangiz bajarishga majburman? yo'q emas. Nimaga majbur? Sababiki u sudlashi mumkin ham. Yo'q, hop sudlash emas, sudga berish huquqi bor. Sudga berish biz ma'lum Majburiyati ham bor, huquqi ham bor sudga berish. Shikoyat qilish huquqi bor. Yuqori turuvchi organga. To'g'ri. Shuni surib. Sizlarni so'rayapman, sizlar. Ha, shikoyat qilish. Yuqori turuvchi organga o'sha ma'lum agar davlat yer nazoratchisini qonun buzilishini qo'yishdan bosh tortish huquqi bor. tushuntirib bera olmayman, yetkazib bera olmayman. Bosh tortish Bosh tortish huquqi emas, huquqi bor o'zini. Sizlarga o'shanaqa huquqlaringiz bor. Bosh tortmasa xolisni chaqirib, qo'shimcha Davlatdan huquqdan bosh tortganlik to'g'risida davlatdan o'tadi. sudga berish huquqingiz bor. Prokuraturaga berish huquqingiz bor. bunday qilib yurgan ishlar. Bitta jarayonda qonun buzish holati aniqlandi. Holatini Aniqlangan paytda o'sha o'zimizni yer nazorat avtomatlashtirilgan tizim orqali o'sha aniqlanganlik to'g'risida dasturga kiritib virus chiqarib olinadi va virus chiqargandan keyin o'sha davlat yer nazorat o'tkazish to'g'risida. Aniqlanishini qanday biladi? Aniqlashi o'sha monitoring, yer monitoring jarayonida bo'lishi mumkin yoki o'sha avtomatlashtirilgan
kosmos orqali boshqa shu integratsiya qilingan dastur orqali kelishi mumkin. Undan keyin shu fuqarolarning o'sha yuridik shaxslarning murojaatlariga asosan bo'lishi ham mumkin. Hop, buyruq chiqdi, keyinchi. Buyruq chiqqan paytida o'sha belgilangan tartibda yer nazorati o'tkaziladi va o'sha obyekt qonun buzish holati joyida fuqaroga nisbatan 15 kunlik muddatda bartaraf qilish yuzasidan yozma ko'rsatma beriladi. Borganda nima ko'rsatiladi fuqaroga? Yo'q, Qo'rg'on fuqaro. qo'liga o'sha yer nazoratini o'tkazganlik to'g'risidagi buyruq ko'rsatiladi. Buyruq, undan keyin agar fuqaroning talabi bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha ya'ni udostroveniya guvohnoma ko'rsatiladi. Talab qo'ymasa ko'rsatilmaydi. Talab qo'ymasa ham ko'rsatish mumkin, albatta o'zimizni tanishtiramiz. O'sha paytda ko'rsatish majburiyati bor. Keyin O'sha 15 kunlik yozma ko'rsatma berilgandan keyin fuqaroni o'sha belgilangan tartibda bayonnoma tuziladi va tushuntirish ishlari olib boriladi. Ya'ni tushuncha yozib beriladi va tushuncha fuqaro tomonidan agar tushuncha bermasa, Majburiyatlar tushuntiriladi. majbur tushuntiriladi. keyin 15 kunlik va agar fuqaro tomonidan o'sha 15 kunlik muddatda yer nazorati o'sha belgilangan tartibda bartaraf qilinmasa, oradan sonra kadastr agentligi sudga fuqaro kishi va sudga murojaat qilib da'vo ariza kiritishi mumkin. Va belgilangan tartibda agar mavjud MJTga asosan 62 yoki 63-moddasi bilan jarimaga tortiladi. Avtomat chiqib ketmaydimi 15 kun? 15 kundan keyin Misol uchun ataylab nazoratchi 1 oylab 2 oylab ushlab turishi mumkinmi bu narsa? yo'q. Jo'natmasdan. Agar 62 Oldin bu yoqdan blok ko'p qo'yilgan, yopilib qoladi. Boshqa hech qaysi ish ko'rolmaydi. Toshini oxiriga yetkazmaguncha. Proses tugamaguncha yangi ish ochilmaydi. Ocholmaydi. Xohlasang butun bo'limi bilan o'sha tuman ocholmaydi. savolda yana qiziqroq. O'zboshimchalik bilan yer aniqlanganmi yoki bo'lmasa aniqlangan o'zboshimcha yerlangan yerda qurilish deganmi? Qurgan odam boshqa, foydalanayotgan odam boshqa yoki bo'lmasa qurgan odam boshqa. Yo'q, kimga nisbatan jarima qo'llaniladi, qanaqa tartibda bartaraf etiladi? bartaraf etish umuman fuqaro o'sha qurgan inson shaxsi yo'q demoqchimizki, o'sha payt Bor bo'lsa, mana Birinchi variant. birinchi variant. Qurgan odam boshqa, foydalanayotgan boshqa. Nima qilinadi o'shanda? o'sha joyga chiqilganda agar foydalanayotgan odamdan tushuntirish so'ralgan paytida agar foydalanayotgan odam shu o'z tushuntirishida ya'ni o'zi qurmaganligi, bu qurilmani boshqa shaxslar tomonidan qurilganligini bayon etib bersa, o'sha tushuntirishga asosan keyingi shaxsga aniqlanadi. O'sha talabnoma jo'natiladi. Xabarnoma jo'natiladi, ya'ni holat yuzasidan. Vafot etgan taqdirda Agar qurgan shaxsmi vafot etgan bo'lsa, bundan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi jarima qo'llab bo'lmaydi, to'g'ridan to'g'ri sudga da'voda egasi aniqlanmasa, egasi aniqlanmasa, egasi aniqlanmagan bo'lsa, egasi aniqlanmagan fakti mavjud bo'lsa, o'sha ichki ishlar organlariga egasi aniqlash to'g'risida xabarnoma, ya'ni jo'natiladi. Egasi aniqlab berish yuzasidan. topilmadi. Topilmaganda 138 sonli qo'shma tartib bor. Bu yerda mahalliy hokimiyat ichki ishlar va hokim yordamchilariga funksiya sudi bor. O'sha noqonuniy qurilmalar bo'yicha qurilish qilgan shaxsni bizda 183 sonli o'sha nizomimizda aniq belgilab qo'ygan rasmiy biz murojaat qilsak, bular bizga shuni aniqlik kiritib berish. Endi aniqlanmagan taqdirda bezxo'zlik demoqchisiz-da. Bezxo'zlik holatlari yuzasidan bu holatda hokimiyat tomonidan, chunki yerni boshqarish yerlarni zaxira, hokimiyat zaxirasi hisoblanganligi sababli bo'sh turgan yerlarni ular o'sha yer bilan o'shanaqani tekislab auksion tartibida chiqarish uchun hokimiyat o'ziga zaxiraga olish chorasini ko'radi. Ya'ni hokimiyat balansiga zaxiraga olish uchun o'zidagi shu turgan bezxo'zlikni aniqlarni oladi. Agarda bino inshooti bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha bino inshooti bilan o'zi davlat aktivlari ro'yxatdan o'tkazib, boshqa o'zining hokimiyati anaqasi bor.
vaqtinchalik Komissiyasi order bo'lsa kerak-da. asosida, komissiyasi asosida, order asosida davlat akti bilan birgalikda order berib, o'sha yerda tashkillashdi. Istanbulda bo'lgan bu narsa. Zamonat bo'lmagan. Holatda bu tuman hokimligi hisoblanadi boshqaruv. Barcha shu tumandagi chegarasidagi hududdagi yerlar. И manfaatdor tomon ham hokimiyat hisoblanadi. O'shaning uchun bizda bu holatlar bo'lgan. Qibrayda ikkita uchta mana shunaqa hozirgi kungacha ham order bilan olib yashayotganlar bor. Hozir bo'lsa-ki, bo'lgan bo'ladimi? Hokim qarashi. Yo'q, birinchi hokim buni o'zini balansiga olganda davlat aktivi orqali beriladi order. O'zini o'zi to'g'ridan to'g'ri berib yuboradi. Vujudga kelishi kerak hujjat. Mulkka kelgan huquqqa mulkka kelgan huquq. Bu o'zini balansiga olganda hokimiyat Nima bo'ladi? birinchi yerni oladi. Bo'lsa-ki, order chiqarsa. Yo'q, birinchi yer bor. Masalan, bunga yer ajratildi, yer ajratilgandan keyin qurib o'tkazgan. Shunda binosi bor. Foydalanish qabul qilishga topshiraman. Oldin yerga nisbatan huquqiy hujjat vujudga kelishi kerak-da. Binoga emas, birinchi yerga. Shuning uchun bu yer ajratish haqida ketmayapti. Hokimiyat bo'sh turgan yerlarni zaxiraga olib, binosi bo'lsa kerak. binosi bo'lgan holatda shuning uchun davlat aktiv ishtirokida qiladi. Bu bo'sh binolarnikini olish keraksiz bo'ladi 15 yillik orqa bolalardan Yo'q, gazetaga e'lon berish hamma protsedurasi egasi sifatida ro'yxatdan o'tuvchi, ya'ni Qashqarda emas-da, qonuniy qurilgan qo'shtirnoq ishlaydi. Yo'q, bezxo'z degani bular so'radilarki, egasini topish imkoniyati yo'q. Mahalla ham ichki ishlar ham xulosa beryapti. Bo'lsa, ular hokimiyat balansiga oladi. Qiziqayotgan tartibi qanaqa edi? Nimaga huquq ro'yxat o'tadi? Bizda yer ajratish qarori yer ajratilmagan. Zaxira yeri boshqa bir ishlar qurib bitkazib. lekin zaxira yer. Hokimiyat o'zini balansiga ro'yxatdan olmaguncha uni kimga order asosida davlat aktivi ham harakat amalga oshira oladi. Bunisi yerga bo'lgan huquq vujudga kelishi kerak. Mayli, hokimiyatdan balansiga yer zaxiraga olib binosiga nisbatan. Binosiga nisbatan o'sha aytolmayku. Buni davlat aktivi bilan ishtirokida va o'zini komissiyasi tomonidan qiladi. Bu orderga berishdan oldin o'sha protsedurasini qiladi. egasi mulk sifatida Bu holatlarda ma'muriy kodeksda o'sha 266-modda prim 1da vakolat o'zi tutilmagan bezxo'jlik masalasi. Shuning uchun ham bizda nizomimizda 183da aniq yozib qo'ygan. Egasini aniqlash imkoni bo'lmagan boshqa holatlarda ichki ishlarga murojaat qilishimiz belgilangan. Hattoki kelmasa ishxonaga shuni olib keltirish mayli, mana shu ham qonunchilikda qolgan bo'shliq bo'lsa to'kilish kerak-da. Hop, endi ishlar topolmadi. Nima qilinadi keyin oxirgi natijasi? Oxirgi masalasi bunaqa Sudga bo'sh turgan holatda javobgar hokimiyat javobgarligi yo'q. O'sha aytib, Qonuniy orqali bizdirish chorasini Hokimiyat beradi uni. Bo'sh turgan narsani buzishda emas. Nomzodga savol beraylik. hop, mayli. Aytaylik. Nomzodga savollar bormi? Mani qiziqtirgan savolda mana Kamaga beraman, shuni o'zim ham javobini qildiraman. Yer va kadastr nazoratini farqini tushuntirib bering. Kadastr nazorati deganda nima tushuniladi? Kadastr nazorati. Kadastr nazorati deganda o'sha bino inshootidagi aynan bino inshootidagi bo'lgan huquqlarni ko'rib chiqadi. Faqat tushunmang. Kadastr hujjati yerlar loyihadan chetga chiqish bor. Kadastr shu bino inshootga nisbatan bo'lgan huquqlarni nazorat qiladi. Faqat bino inshootidagi bo'lgan huquqlarni nazorat qilmaydi-da. Shu bino inshoot bo'lgandan keyin u shu ya'ni kadastr hujjati vujudga kelgan bo'ladi-da, yo bino inshoot. kadastr yig'mashidan tayyorladi. O'shani yer nazorati obyekti bo'lishi mumkinmi? Yo'q, kadastr nazorati. Muhandismi? Kadastr yig'mashi tayyorladi. Sizga murojaat qildingiz, tekshirish asos bo'ldi. O'zingiz tashlab boshqalarga shubha bo'ldi, dasturda monitoring. Obyekti bo'lishi mumkinmi? O'sha kadastr yig'mashidan to'g'ri tayyorlanadi, to'g'ri. Bo'lishi mumkin. Qachon degan?
Qaysi modda bu? Qaysi modda? Kadastr nazorati. Chegaralarga o'zgartirish kiritish. 68 modda bilan bo'lishi. Yaqinda yangi o'zgartirish kiritilgan davlatlarda o'tish qoidalari. Просто buni berayotgan savolim mana nechta davlat kadastri bor? 20 ta. 20. O'sha 20 ta davlat kadastrini nazorati kimda? Kim? Davlat kadastri nazorat boshqarmasidan? Qanaqasi? Nimaga? Kadastr nazorati deganda u yerda masalan bu faqat kadastr yig'majini tayyorlaymiz. Bunga emas o'sha 20 ta kadastr yurish qo'yiladi. Nima bu muammo? Masalan, suv xo'jaligi vazirligi suv kadastrini yurtgandan keyin monitoring qilib turib, qani to'g'ri yurityaptimi, noto'g'ri yurityaptimi ko'rib turib, o'sha yo'qlamasini qilib. yuritish nizomi bor-ku, o'sha nizom bo'yicha yurityaptimi, yuritish qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladi. Ya'ni uni tartibi bor. Suv xo'jaligini kadastrni yuritish haqida Vazirlar Mahkamasi qaroridan 50 bilan tasdiqlangan tasdiqlangan nizom bor. O'sha nizom bo'yicha ko'riladi. Xo'sh, nima ish qildi? Ishda kiritdi. Kiritganda nima qildi? O'sha nizom bo'yicha ko'riladi. Xatoni tasdiq ma'mur. Unda u kadastr yig'majini to'g'ri qildimi, u kadastr yig'majini to'g'ri qildimi, yoki baholashni to'g'ri qildimi, aktni to'g'ri chegarasini kelishdi, kiritish kerak. 289 bor yig'majini tayyorlash tartibi nizom bo'yicha ko'riladi. Nizom bo'yicha xatomi, o'sha ma'muriy huquqbuzarlik. Yana bitta oxirgisi endi. Asosiy maqsad yuritishni yo'lga qo'yish, do'pposlash yo'li bilan. Nazoratida. Faoliyatingizda sinfda qanchadan beri ishlayapsiz? Faoliyatingizdan kelib chiqib savol beraman. Ya'ni o'sha yer va kadastr nazoratida bugungi kunda hududdagi mavjud muammoda buni bartaraf etish uchun bir dona tarkib. Nima hududda muammo bor? Misol uchun muammo degani ishni jarayonni soddalashtirish, qonunchilikka nimadir o'zgartirish, qo'shimcha kiritish, nimadir yengillik berish degan masalada Huquqni qo'llash deganda, ya'ni nizomlarni qo'llashda qanaqa muammo bo'lishi. Bo'shlik bo'lishi. bir dona taklif. Mana bunaqa muammo bor, mana bunaqa qilish kerak, natijasida mana bunaqa bo'ladi degan. Bo'lsa ayting, bo'lmasa yo'q, bo'lsa yo'q. O'zi oldin o'sha aynan inspektorlarda muammo bo'lib kelayotgan narsa bor edi. Bu hozirgi kunda bartaraf qilindi. Bugungi kunda yer nazorati dasturi. Hozir endi prosta o'shani aniqlamoqchi edim. To'g'ridan-to'g'ri davarga kiritish, ya'ni bino inshootini o'zgartirib egallagan yerga nisbatan suddagi alohida o'sha davarga kiritilib, adolat dasturi orqali qilinadi. Bugungi kunda bu narsa ham to'g'ridan-to'g'ri nazorat dasturiga ulandi va hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri nazorat dasturi o'zidan ketyapti. Sudga ketadi. Sudga ketyapti hozir. Yengillik bo'ldi. Endi yengilliklardan bo'ladigan bo'lsa, aynan men o'zim bilan kelib chiqib turib, inspektorlarga o'sha forma berish, ya'ni o'sha aynan yer kadastri o'sha nazorat agentligining nazorat borlar, vakolat organlari alohida ajratib turish uchun o'sha inspektorlarga forma berishini taklif qilgan bo'laman. Firibgarlikka uchrab qolmasin. Ya'ni boshqa fuqarolar tomonidan o'sha aynan to'g'ri kadastr agentligining hozirgi kunda hududlarda nazoratlar yaxshi amalga oshirib ketilyapti. Agar formasi bo'ladigan bo'lsa, undanda ishlar rivojlangan bo'lardi, o'ylayman. Nima deganda boshqa tashkilotlar 90% tashkilotlar o'z formasiga ega bo'lgan hozir. Qurilish, kasb, Agroinspeksiyada bormi? bor. Tasdiqlangan. Tasdiqlanmagan, to'g'ri, lekin bor. Rad etilgan. Ekologiyaga ham Hech bo'lmaganda jilet bo'lsa ham shu ajralib tursa kadastr agentligi organi o'shandan yaxshi bo'lardi. Hozirgi kunda o'sha bitta ajralib turadigan narsa planshetimiz bor, o'shani hisobiga sal bolalarda bor, ko'proq. Yana agar qo'shimcha kerak bo'lsa, bugungi kunda planshetimizga o'sha qo'shimcha o'sha kugislar bor. Ya'ni fuqaro joyga chiqqanda fuqaroni aniqlash, to'g'ridan to'g'ri kimniki ekanligini aniqlash uchun o'shanda to'g'ridan to'g'ri planshetga ulansa yaxshilana bo'ladi. Shu narsani o'tkazib narsani aniqlashtiradi.
fuqaroni aniqlashtirish deganda bir keyin bir ko'tariladi bu masala. Nimasini aniqlashtirish? Mana keldiz, mana turibdi. Nimasini aniqlashtirmoqchi? Familiyasi bilan ikkita harfini kirsangiz, ichki ishlar bazasi o'zi hammasini dandasa chiqarib beradi rasmiy. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi. Yer nazorat tadbiri o'tkazilayotgan paytda, vizualni ko'rayotgan paytda bitta qarashda o'sha noqonuniy bo'lishi mumkin, noqonuniy bo'lmasligi ham mumkin. O'sha hisob to'g'ridan to'g'ri planshetni o'zida aniqlashtimi taklif qilyapti. Qo'limizda planshetimiz bor-ku. O'sha planshetni o'zidan aniqlashda Fuqaroni emas, obyektni. obyektni kimga tegishli ekanligini qonuniymi yoki noqonuniymi haqiqatan degan narsaga aniqlik kiritishda. Ya, o'zi bazada bor-ku. Agar misol uchun chiqayotganda Bazamiz kompyuterimizda bor, lekin planshetimizda yo'q. ulanmaganmi? Planshet. Openingizga masalan, openingizga Ulanmaganda. ulanmagan. Ishxonaga borib, ko'rib, yo o'zi ishxonada kimdir bo'lsa telefon qilib, bilib, To'g'ri, osonroq bo'ladi. Ulardan mana hozir xatlar tugal, ustiga tugamancha qilib bo'lmaydi. Ya bor. Sababi Bor. Yo'q, bizada bor. Yenglashadi. savol yo'qmi hech kimda? Böyle savollar yo'q, ha? savobi Savollar bo'lmasa, Bekzod Aminbayevich, komissiya a'zolari tomonidan berilgan savollarga e'tirozlar bormi? Agar e'tirozlar bo'lmasa, siz bilan suhbat yakunlangan deb hisoblaymiz. Suhbat natijasini Argos platformasi orqali ma'lum qilamiz. Sog' bo'ling. Keyingi nomzodimizni yana bir ulaveramiz, kompyuterdan ko'rib. Olti vaqt ketadi. Yo, savol javob bo'lsin. Birdan savol javob qismiga Boshlaydi. Bozor tumani ovozim eshitilyaptimi? Assalomu alaykum, eshitilyapti. Kamerani yoqib yuboring. Hozir bir daqiqa. Nazorat tadbirni amalga oshirishda sekin qilasiz. Boshqachalar ko'payib ketadi. Marhamat, savol berishlaringiz mumkin. Tanishgandek, Muzaffar Samandar Saidovli, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani bosh inspektori. Tayyormisiz? Tushunmadim. Tayyormisiz? Tayyorman. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Savollar eshitilyaptimi gapirganda? Ha, eshitilyapti. Savol bering. Bergan savolim, kadastr nazorat deganda nimani tushunasiz? Kadastr nazorati Kameraga qarang. bo'ldi. Kadastr nazorati deganda kadastr yuritish qoidalarini kadastr yuritish qoidalariga rioya etilishi, o'shalarni oldini olish. Qanaqa qoidalar? Tushunmadim. Qanaqa qoidalarni yuritilishini oldini olasiz? Aytyapsiz, kadastr yuritish qoidalarini oldini olayman deyapsiz. Qanaqa qoidani oldini olasiz? Kadastr mana kadastr yuritish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilib boramiz-da. Hop, o'sha nimani yuritilishini nazorat qilasiz? Nima? Qanaqa qoidalarni sanab bering. Qanaqa qoidalar bor? Qoidalar bormi o'zi? Bilsangiz bilaman deng, bilmasangiz keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol o'tamiz. Tadbirkor joyiga chiqdingiz, yer nazorat tadbirini amalga oshirishga boshlanishidan oxirigacha bo'lgan jarayonni tushuntirib bering. Nima qilasiz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Shoshmasdan ayting faqat. Boshlanishda o'zimizni tanishtiramiz. Qanaqa qilib? Tushunmadim.
Bir narsani to'g'ri tushuningda, biza bir sohada ishlaganimiz uchun jarayonni ichini mohiyatini tushuntirib bering. O'zingiz tanishtirish, assalomu alaykum, yaxshimisiz deyish ham o'zingiz tanishtirish bo'lib ketaveradi, man Firuzman deb kirib ketaveraman. Qanaqa qilib tanishtirasiz? Xizmat guvohnomani ko'rsatasizmi? Xizmat guvohnomamizni ko'rsatamiz. Nima to'g'risida davlat nazorat tadbirini o'tkazishni tushuntiramiz. Yana-chi? Keyin huquqiy hujjat so'raladi. Qanaqa? Agar huquqiy hujjat yerga bo'lgan egalik hujjati. Agar hujjat bo'lmasa, tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtiriladi va uni xabarnoma joyida xabarnoma berib davlatnoma tuziladi. Bartaraf etish choralari ko'riladi. Tekshirishga chiqishdan oldin nima qilinadi? Qanaqadir asos kerakmi? Ish nima? Tekshirishga chiqishdan oldin qanaqadir hujjatlar rasmiylashtiriladimi? Ha, buyruq olinadi. O'sha buyruqni ko'rsatasizmi yo'qmi? Buyruqni ko'rsatamiz, ha. Ana joyiga chiqdingiz. Huquqbuzar, yuridik shaxs yoki jismoniy shaxslikni qanday aniqlaysiz? Sababi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda jarima miqdori 2 xil belgilangan. Qanaqa qilib aniqlaysiz? O'zidan so'ragan oldi. Hujjatni ko'raman deyapsiz-ku, qanday o'zidan so'raysiz? Hujjatda huquqiy hujjat so'ralganda u yuridik yoki jismoniy shaxs ekanligi aniqlanadi. Mana tasavvur qiling, mana bordiz, katta bitta zavod ishlab chiqarish korxonasini qurib qo'yibdi bir kishi. MChJ foydalanyapti, fuqaro chiqyapti, men qurganman deyapti. Fuqaroga jarima qo'llab kelasizmi, MChJga jarima qo'llaysiz? MChJga qanaqa qilib, nima asosida? Kadastr hujjatiga qaralganda u yuridik shaxs tomonidan qurilganmi, yuridik shaxs nomidanmi, jismoniy shaxs nomidanmi? O'zboshimchalik egalangan hech qanaqa hujjat yo'q. Kadastr qilinmagan. Yo, bo'lmasa jismoniy shaxsga qilinadi. Nima asosida hop? Yuridik shaxsni aloqasi yo'qligi uchun. Yuridik shaxs tomonidan qilingan bo'lsa ham, u yuridik Og'ayni og'izga kelgan narsani to'g'ridan-to'g'ri gapiravermanglar, uni aniqlashtirib qiladimi? To'g'riga odamga jarima qo'llab ketmaysiz-ku. Jarima miqdori почти 5 barobar razitsa qiladi. 138 bo'yicha hamkorlikda ishlanadigan tashkilotlarga xat yuboriladi, kim tomonidan qurilganligi aniqlash bo'yicha ichki ishlarga. Agar ichki ishlar turganini aniqlab beramiz sizga. Yo'q, siz masalan joyga chiqdingiz, huquqbuzarlik aniqlandi. Ko'ryapsiz, joyda monitoring qilyapsiz, yerda qandolat ishlab chiqarish sexi. Qandolat ishlab chiqarish sexi. Xabar so'raysizmi, aniqlashtirasiz, aniqlashtirasiz. Masalan, tergov va huquqbuzarlik aniqlash ham surishtiruv ishlari orqali boshlanadi. Ya'ni aniqlash. Kim qurdi? Qaysi shaxs qurdi? Subyektga. Fuqaromi yoki yuridik shaxsmi? Firuzaka aka to'g'ri, miqdorda farq qiladi. Yo'qda u masalan men qurgan bo'lishim mumkin, men bilaman. Ma'muriy kodeksni cho'tki bilaman. Oldimga aytaman, chiqtagin aytdim men qurganman deb aytdim. Lekin ko'rib turibsiz, qandolat ishlab chiqaradi, ishlab chiqarib yo'lga qo'ydi. Qanday buni amalga oshirish? Bu ham bir mahorat deydi bu. Mahorat. Savol berilganda men qurdim deganda mana yana soddaroq tushuntiraman. Men yuridik shaxsda rahbari bo'lsam, men yuridik shaxs sifatida jarima qilib ketsangiz, 102 million jarima qo'llaysiz. Men fuqaro sifatida jarima qilsangiz, 50 million jarima qilasiz. 22 million o'zi. To'g'rimi? Shuni nazarda tuting. Hop, keyingi savol. Mana bu qonun mazmun mohiyati, yangi 937 ning qonun mazmun mohiyatidan xabaringiz bormi? Bor. Qaysi holatlarda huquqlarni e'tirof etish qonunda nazarda tutilgan? Qaytaravering. Qaysi holatdagi obyektlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish qonunda belgilangan? 2018 gacha qurilgan, 1-maygacha qurilgan
bino inshootlarga egalik huquqi beriladi. Agar egalik qilib olingan bo'lsa, yerlarga ijara huquqi beriladi 99 yilga. Keyin bo'ldi. U nizoli bo'lmasa, o'zga balansda bo'lmasa, yo Ikkita holatni so'rayapman. Qonunning 1-moddasi qaysi holatda beriladi? Qonunni bir varaqlab ko'rganmisiz? ha, o'qib ko'rganman. Rasm bormi? Noturar obyektlarga ham beriladimi? Noturar obyektlarga ham beriladi. Qanaqa holatda? Masalan, Prezident 461-sonli qarorda chiqmay Vazirlar Mahkamasini 461-sonli nimasida chiqmay qolganda, tasdiqlanmay qolgan bo'lsa, oxirgi nimasi, yo shu paytgacha egalik qilib soliq to'layotgan bo'lsa, 2018-yilgacha. Noturar obyektlar. Noturarda siz aytyapsiz, 18-maygacha o'zboshimcha egallab kelgan bo'lsa beriladi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Qayerda yozilgan bularni? Qanaqa holatda beriladi? Qanaqa holatda? Noturar joy obyekt. Egalik huquqini e'tirof etish kerak qonun bo'yicha. Qaysi holatida egalik huquqi beriladi? Qanaqa holat bo'lsa? Hech qanday nizoli, hech kim xalq bermayotgan nima bo'lsa, masalan, ularni tashkilotlar bor-ku, boyagi 18 ta tashkilotga ijobiy xulosa berilgandan keyin unga anav chiqadi. Egalik huquqi e'tirof etiladi. Keyingi savol. Samandar Eshitdim. 266-1 Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda bizga berilgan moddalar bo'yicha vakolatda ketma-ketligida sanab berdi hamma moddalarimiz. Bu kunlik mana shu 4 yildan beri faoliyat davomida shug'ullanib kelayotgan yo'nalishing. Shuni birma-bir har bitta moddani aniq qancha jarima miqdori, qanaqa holatlarda qo'llab kelinadi. Vakolating doirasida kadastr agentligiga berilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 266-1 berilgan vakolat bo'yicha nechta modda berilgan vakolat kadastr agentligiga qanaqa moddalar bilan qanaqa holatlar yuzasidan choralar ko'rilib, qanaqa ma'muriy ta'sir choralari ko'rsatiladi. Buni tushuntirib ber. O'zing doim qilib yurgan ishing. 4 yillar. 60-modda 61 moddasi bo'yicha bizga nima qilingan? Nechta jamini birin-ketin 266-1 bilan nechta modda vakolat berilgan? Ketma-ketligida shoshilmay tushuntirib bersang bo'ldi. 60-modda 3-qismidan boshlaylik. 60-modda 3-qismi bo'yicha o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarni oldini olish, unda qurilgan qurilishlarni. 60-modda 2-qismi faqat o'zboshimchalik bilan egallab olinganlarni. 68-1 Vaqti 60-modda 2-qismida nima? O'zboshimchalik bilan egallab olingan. Nima? Shu masalada senga savol berishdi-da. 60-modda 2ta faqat o'zboshimchalik bilan egallab olishmi yo foydalanish ham bormi? Foydalanish ham bor. Ya'ni bu deganiki, noqonuniy qurilgan binoda o'zi qurilmagan, lekin foydalanib kelyapti. Foydalanuvchi bo'lgandan keyin asoslantiruvchi hujjat taqdim qilsa, misol uchun vafot etgan otasi farzandi foydalanib kelyapti, lekin farzandini nomida emas. U qurmagan, otasi qurib bergan yoki onasi qurib bergan, o'sha ular davrida qurilgan narsa o'tib ketishgan, bu foydalanuvchi. Ya'ni foydalanuvchiga nisbatan ham 60-modda 2-qism qo'llaniladi. To'g'rimi? To'g'ri. Davom et. Faqat aniq shuni tushuntirib ketgan. Bo'lmasam sen o'z faoliyat davomida 4 yilda bu yo'nalishda ish anaqang juda ham sifatsiz deb tushunib ketaman. Asoqlikda ma'muriy javobgarlik kodeksida modda bor. Davom etayotgan huquqbuzarlik degan modda. Hozir 5 dan sanab bersin. Shu bo'lsa o'zing aytib ber, qani birin-ketin. Nechta o'zi ma'muriy 266-1 o'zi nechta modda berilgan? Mana keyin sanab ber birin-ketin.
Bu 60 modda ikkinchi qism, uchinchi qism bitta 68.1 moddasi bo'yicha davlat ro'yxatdan o'tkazmaslik, o'z vaqtida murojaat etmaslik bo'yicha 68 Nimani? ko'chmas mulkka bo'lgan egalik huquqidan davlat ro'yxatdan o'tkazmaslik, o'z vaqtida murojaat etmaslik. Hop, keyinchi. Bu Vazirlar Mahkamasi 10-60 sonli nimasida yozib qo'yilgan. Bir oy vaqt ichida auksion bayonnoma, hokim qarori vujudga kelganda, egalik huquqi vujudga kelganda bir oy ichida murojaat etish kerak. 10-60 qachon bekor qilingan xabaringiz bormi? Yo'q. Hozir nima qilgan, o'zgargan. Davom etdi, 5 modda mana. Keyin uni to'g'ri-noto'g'ri aytgandan keyin o'tib ko'rib shuni olamiz. Yetur birinchi. 68-modda kadastr nimasidan chetga chiqish, loyihadan chetga chiqish bo'yicha. Keyin 36-modda maqsadsiz foydalanganligi uchun. Ma'muriy kodeksda 36-moddasi yo'q mana. Yangilik topgan bo'lishing mumkin. Bir kodeksda bor. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi 69-modda chegara nimalarni, punktlarni o'zgartirish, chegara maydonlarini nimasini. to'g'ri. Savol şimdi? Agar hech kimda savollar bo'lmasa, suhbat yakunlaymiz. Muzaffar Samandar, komissiya a'zolari bergan savollarga e'tirozlar bormi, yo'qmi? Yo'q. Agar e'tirozlar bo'lmasa, siz bilan suhbatni yakunlaymiz. Suhbat natijasini Argos platformasi orqali ma'lum qilamiz. Marhamat, salomat bo'ling.